shu seli ishlab turgan joyimizga bitta qushcha derazadan yiqilib tushib kelib qoldi. Endi qaranglar. Mana endi uni ko'chaga qo'yib yuborsam, mushugi yeb ketardi yoki o'zi baribir o'lib qolardi. Endi mana qaranglar qanaqa qushcha ekan. Mana ruschasiga aytganda soroka воровкача. Jo'ja. O'zimizni tilda aytganda zag'izg'on yoki hakka deyiladi. Men to'g'risini aytsam, ko'chaga qo'yib yuborsam, mushuk yeb ketardi, baribir onasi tepaga olib chiqib ketolmaydi. Endi shuni qanaqa boqishni o'rganib